2026-yilda ishlab chiqarilgan Rockstone 01larimiz keldi. O'tgan yili 24 ni sotganimizda, "Aka, 25-yili yo'qmi?" deb juda aka-ukalarimiz so'ragan. Mana sizlarni talabinglarga binoan deydimi? 2026-yilning boshida Rockstone 01larimizni olib kelib qo'ydik. So'z isboti bilan deganda, hozir yilini ham ko'rsataman. Ko'rasizlar. 2026-yil 1-oy. Ichlar oranjiy rangda, eng full pozitsiyasida. Ko'rasizlar mana. Eng full pozitsiyasida, ya'ni orqa sidinlari biznes klass deyiladi. Defender Range Rover kopiyasi. Ko'rasizlar, mashina ancha derski, tepalari qora, pastlari oq qilib juda ham chiroyli ishlatilgan. Okalar soni juda ham kam. Ya'ni hozir yo'llar probka bo'lgani hisobiga juda ham sekin kelyapti. O'shani hisobiga agar mabodo qarab yurgan aka-ukalarimiz bo'lsa, shoshilinglar. Oq va qora rangida hozirda salonimizda mavjud. Yanada batafsilroq ma'lumotlar uchun pastda nomer bor yoki-da bo'lmasa plus belgisini qoldirsanglar, o'zingizlarning lichkalarga shuni tashlab olaman. Yanada batafsilroq ma'lumotlar uchun pastda nomer bor.